Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Xabaringiz bor, O'zbekiston milliy terma jamoasi 5-iyun kuni Birlashgan Arab Amirliklarida Emiratda Al-Nahyan o'yingohida arablar bilan bahs olib bordi va ushbu bahsda durang qayd etib mundialga yo'l oldi. Ushbu bahs biz uchun qiyin kechdi, ammo biz buni uddaladik va FIFA prezidenti Gianni Infantino ham bizni mundialga taklif qilib tabrikladi. Welcome to the FIFA World Cup Uzbekistan. I'm thrilled to congratulate you on your historic qualification to the FIFA World Cup 2026 in Canada. Va bugun Bunyodkorda, ya'ni markaziy stadionda, markaziy o'yingohda Qatar bilan bahs bor. Bir she'r bor edi: O'zbekiston vatanim menim, Qatarda bor alamim menim. Bizni Qatarda alamimiz bor, chunki Qatarda bo'lib o'tgan bahsda O'zbekiston milliy terma jamoasi Kambekiston bo'lganda va 2-0 yutqazayotgan joyida Abbosning 2 gol evaziga hisobni tenglashtirgan edi. O'yin tugashi kerak bo'lgan vaqtda hakam o'yinni to'xtatmadi va Qatar gol urdi va g'alabani qo'lga kiritdi. Ya'ni g'alabani ilib ketdi. Endi bilmadim qanaqa faktorlar u yerda rol o'ynaydi. Qatarning gol urishi, hakamlarning o'yin tugagandan keyin ham xushtakni chalmagani bizga qimmatga tushdi. Va ular uchun imkoniyat juda ham kichkina, ya'ni mundialga yo'l olish uchun imkoniyat juda ham kichik, ammo biz mundialdamiz va nasib qilgan bo'lsa 2026-yil Amerikada, Meksikada hamda Kanadada bo'lib o'tadigan mundialda ishtirok etamiz. Hammani tabriklayman va bugungi o'yin boshlanishidan oldin, o'yin ya'ni 18:45 da start oladi. Ushbu o'yindan oldin futbolchilarga, murabbiylar shtabiga hamda shifokorlarga bittadan BYD avtomobillari topshiriladi. Avtomobillar muborak futbolchilarga va O'zbekiston milliy terma jamoasining keyingi o'yinlariga esa omad tilaymiz. Chetda o'ynaydigan va bizning legionerlarimizga, Abbosga, Eldor Shomurodovga va Abduqodir Husanov, Jaloliddin Masharipov, bularning soni juda ham ko'p. Ularga ham omad tilaymiz. Bugungi o'yinda esa milliy terma jamoamizni qo'llab-quvvatlab, milliy stadionda muxlislar oldida g'alaba qozonishlarini tilab qolamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar.